Boyazid Bastomiy hazratlari bilan bir guruh rumlik rohiblar o'rtasida bunday savol-javob bo'lib o'tdi. Qanday ilmlarni bilasan, so'radi rohiblar boshlig'i. Robbim nasib etganlarini bilaman, javob berdilar hazrat. Unda senga savollarimiz bor. Eng oldin ikkinchisi bo'lmagan birga, uchinchisi bo'lmagan ikkiga, to'rtinchisi bo'lmagan uchga, beshinchisi bo'lmagan to'rtga, oltinchisi bo'lmagan beshga, yettinchisi bo'lmagan oltiga, sakkizinchisi bo'lmagan yettiga, to'qqizinchisi bo'lmagan sakkizga, o'ninchisi bo'lmagan to'qqizga, 11-chisi bo'lmagan 10ga, 12-chisi bo'lmagan 11ga, 13-chisi bo'lmagan 12ga izoh ber. Ikkinchisi bo'lmagan bir, tengi va sherigi yo'q yagona Alloh taolodir. Uchinchisi bo'lmagan 2, kecha va kunduz. To'rtinchisi bo'lmagan 3 taloq. Beshinchisi bo'lmagan 4, Tavrot, Zabur, Injil va Qur'on. Oltinchisi bo'lmagan 5 vaqt namoz. Yettinchisi bo'lmagan 6, osmonlar va yer yaratilgan 6 kun. Sakkizinchisi bo'lmagan 7 qavat osmon. To'qqizinchisi bo'lmagan 8, qiyomat kuni arshni ko'taradigan 8 farishta. 10-chisi bo'lmagan 9, ayolning 9 oy homiladorlik muddati. 11-chisi bo'lmagan 10, Muso alayhissalomning Shuayb alayhissalomga 10 yil cho'ponlik qilgan vaqtlari. 12-chisi bo'lmagan 11, Yusuf alayhissalomning 11 og'aynisi. 13-chisi bo'lmagan 12 esa 12 oydir. To'g'ri aytding, e'tirof qildi rohiblar boshlig'i. Endi bizga havoda muhofaza qilingan, havo bilan halok etilganlardan xabar ber. Sulaymon alayhissalom havoda muhofaza etildilar. Ot qavmi havo bilan halok qilindi. To'g'ri javob berding. Endi bizga kim olovdan yaratilgani va kim olov ichra ko'ringanidan so'zla. Iblis olovdan yaratildi va Ibrohim alayhissalom olov ichida ko'rindilar. Aytganlaring to'g'ri. Keyingi savol. Kim toshdan yaratildi? Tosh ichida kim ko'rindi va tosh bilan kim halok etildi? Solih alayhissalomning tuyasi toshdan yaratildi. G'or sohiblari tosh ichida ko'rindi va Abrahaning fil qo'shinlari tosh bilan halok qilindi. Juda to'g'ri. Olimlar jannatda 4 daryo bor. Biri boldan, biri sutdan, biri suvdan, biri esa sharbatdan, ammo bu 4 daryoning chiqar joyi bitta deyishadi. Dunyoda buning misoli bormi? Albatta. Bunga misol odamning bosh qismi, quloq yog'i, ko'z yoshi, burun suvi va og'iz so'lagining ta'mi ayri-ayri. To'g'ri aytding. Yana bir savol. Jannat ahli yeydi, ichadi, biroq tahorati buzilmaydi. Bu holatning ham dunyoda o'xshashi bormi? Ona qornidagi homilaning yegan ichgani tashqariga chiqmaydi. Bu ham to'g'ri. Jannatda tubo daraxti bo'lib, biror saroy, biror ko'shk yo'qki uning shoxlari tegib turmasa. Bunga ham dunyodan biror misol keltira olasanmi? Quyosh chiqishi aytayotganingizning o'xshashi emasmi? Endi yana bir savol. Bir daraxt bor. Unda 12 ta shox, har shoxida 30 ta yaproq, har novdada 5 gul bor. Ulardan 2 tasi yorug'likka, 3 tasi qorong'ulikka boqadi. Bular nima? Daraxt 1 yilning, 12 shox 12 oyning, 30 yaproq 30 kunning, har yaproqdagi 5 gul 5 vaqt namozning ifodasi. Savollar tugagach, Bastomiy hazratlari dedilar: muhtaram rohib, mening ham bir necha savollarim bor, biroq bittasiga javob olishni istayman.
So'rang, dedi rohib. Jannatning kaliti nima? Jannat eshiklariga nima deb yozilgan? Rohib jim qoldi. Javob bermadi. Uning sukuti boshqa rohiblarni tashvishga soldi. Birdaniga so'rashdi: "Nega javob bermayapsiz? Bunaqada mag'lub bo'lasiz?" "Mayli, javob beraman, ammo sizlar ham menga ergashasizlarmi? Injil haqqi sizga ergashamiz. Unda eshiting. Jannatning kaliti va jannat eshiklari ustiga yozilgan ibora La ilaha illallohu Muhammadur Rasulullohdir." Shundan keyin boshqa rohiblar ham bu muborak kalimani aytib, shahodat keltirishdi va musulmon bo'lishdi. Boyazid Bastomiy hazratlari bir muddat ular bilan qoldilar va islom dinini o'rgatdilar.